Dunyodagi eng birinchi so'kinish yoxud haqoratli so'zlar hamda so'kish tarixiga yuzlansak, tasavvur qiling, Shumerning Ur shahridagi bozor, shovqin-suron jazirama. To'satdan bir erkak ayolga qarab, "Sen bozorda oyoqlarini har kimga ochib yuradigan xotinsan" deb baqiradi. Bu shunchaki qo'pollik emas, balki tarixdagi ilk bor qayd etilgan haqoratli so'z, so'kinish bo'lib, uning tarixi 4000 yildan oshadi. Bunday so'zlar qurol vazifasini o'tagan, ular xo'rlagan, bo'ysundirgan, or-nomusdan mahrum qilgan. Qadimdan beri so'kinish kulgu uchun emas, balki hokimiyat va ijtimoiy nazorat vositasi sifatida xizmat qilgan. Qadimgi Misr va Rimda so'kinishlar jinsiy bo'ysunish bilan bog'liq bo'lgan. Bu hukmronlik tili edi. Rim shoirlarida so'kinish adabiy uslubga aylangan. Katul va Marsial dushmanlarini va oshiqlarni mohirona haqoratlaganlar. Xristianlik kirib kelishi bilan so'kinish gunohga aylandi. Barcha so'kinish turlari taqiqlandi va behayo so'zlar olomon nutqiga, askarlar, masxarabozlar va dehqonlarga o'tib ketdi. Islom olamida so'kinish rasman taqiqlangan. Islom so'kinishni qoralaydi, uni mo'min uchun nomaqbul deb hisoblaydi. Ammo arab va fors madaniyatida o'ziga xos so'kinish tizimi shakllangan. Jismoniy emas, balki ma'naviy so'kinish. Sharqda jismni emas, or-nomusni, oilani, e'tiqodni haqorat qilishadi. Oilangni Alloh la'natlasin degan ibora har qanday g'arbcha so'kinishdan kuchliroq jaranglagan. Sharqiy so'kinish bu ichida zahar yashiringan xanjardir. G'arbda esa so'kinish diniy qarg'ishlardan ko'cha so'kinishlarigacha bo'lgan yo'lni bosib o'tdi. 20-asrda u musiqa, kino va ommaviy madaniyatga kirib bordi. So'kinish har doim chegaralarni buzgan, madaniy, axloqiy, lisoniy chegaralarni. U tajovuzkorlik, norozilik va yaqinlikning qadimiy vositasidir. Hatto bugungi kunda ham har bir taqiqlangan so'zda Shumer mixxatidagi yozuv, Rim hajviyasi va Sharq la'natining aks sadosi eshitiladi. Tarixning boshqa unutilgan sahifalariga sayohat qilishni istasangiz, Dervish Not sahifasiga obuna bo'ling.